Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar, charchamasdan. Bugun o'rgangan narsamiz shablonli vid. Ya'ni mana bu svojstoda identifikatsiya bo'limida birinchida turibdi mana shablonli vid degan narsa. Hozir net turibdi. Bu nima kerak? Shuni bir qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun, o'zi esingizda bo'lsa, mana bu joydan grafikasini o'zgartirishimiz mumkin yoki-da shu joyda turgan holatda ham soya yorug'ligi yokida nimadirda skrit qilganligimiz esingizda bo'lsa, bu joydan misol uchun mebelni skrit qilishim mumkin, eshikni skrit qilishim mumkin. Misol uchun o'sha paytda shu nastroykalarni aynan shu misol uchun mana buni skrit qilganman yokida polutonga qo'yganman, vid уровень detalizatsiyasini olganman, chiroqni qo'yganman yokida patronni skrit qilib qo'yganman. Xuddi shuni misol uchun mana buni tanlab turib patologni ichkasiga o'chirib qo'ysam mana misol uchun patologini skrit qildim, to'g'rimi? Va переопределение видимостьdan qildim bu narsani. Endi bu narsani xuddi shu grafitskiy tarafdan ham skrit qilingan и shu переопределение skrit qilingan и misol uchun grafitskiy nimadirlarni o'zgartirgan bo'lsangiz, soya yorug'ligi shunga o'xshagan narsalarni o'zgartirgan bo'lsangiz, переопределение видимостьdan xuddi shu narsalarni kategoriya annotatsiya yokida sekushi diapazoni yokida masshtabi shularni hammasini yana boshqa vidga xuddi shu vid yana bitta 3D vid ochasiz. O'sha 3D vidda ham paydo bo'lishi uchun shu grafikalarni hammasi o'shanda ham paydo bo'lishi uchun shu narsa shablonli vid degan narsa juda ko'p kerak bo'ladi. Asosan mana 0 play qilib ko'rsataman. Bironta kichkina bir devolsaman bitta endi polzaman. Xuddi shu shaklda mana. Mana buni skrit qilib qo'yishim mumkin. Skrit qilish uchun mana bu joydan o'tib turib ham pastga o'tsak, xo'sh, уровень degani bor. Skrit qilib qo'ysak yo'qoladi. Так. Grafitskiy tarafdan zaливка, высокая детализация и 50 masshtabda turibdi. Hech qanaqa material berilmagan yoki unaqa qilinmagan. Soyani yoqaman, quyosh yorug'ligini ko'rdinglar. Endi shu nastroykani misol uchun devolni misol uchun biron bir grafitskiy tarafdan o'zgartiray. Proyeksionniy и bundoq qilib qilay misol uchun. Okey. Desam mana oq o'zgardi. Polni ham mana o'zgartirishim mumkin. Перекисga o'tib turib. Перекисga oldiga misol uchun mana shu yog'ochdan bera qolay. Sal qora и bu joyni sal ochib olib beramiz. Okey qilsam mana o'zgardi. Sezdilar? Xuddi shu grafikani yorug'ligi hamma narsasini mana shu yerdan o'zgartirgan hamma narsamni yokida уровень yo'qotganlarimni hammasini endi yana bitta vid ochsam, misol uchun 3D vid emas, boshqa misol uchun plandan ochib turib xuddi shu grafikalarni berishim kerak. Mana misol uchun bular o'zgarmagan. Misol uchun perkitasiga qarasak, hech narsa berilmagan. Stenasida ham berilmagan. Quyosh yorug'liklari, высокий detalizatsiya, уровень misol uchun masshtabi o'zgarmagan. Shuni olib tursam kerak emas. Mana shuni grafikasini olib turib, ya'ni shablon bitta vid qilib olaman. Ya'ni shu grafikasini kopiya olib turib, yasayman bitta и unga ham berib yuborsam, shunda hammasiga berish mumkin bo'ladi. Mana uning uchun shablonli vidda xohlasanglar так vidga o'tamiz и shablonli vid принимить свойства шаблона к текущий вид degani. Bosamiz. Xohlasak yangi bosamiz. Mana bu joydan nom berishimiz mumkin. 1 deb misol uchun berdim. Grafitskiy hamma narsasi o'tsinmi degan ma'noda keladi bu joyi. Misol uchun mana buni o'chirib qo'yishim mumkin shablonli vidda. Mana buni biriga 50 qilib qo'yaman. И так. Bunaqa so'zlar shablonli. Mana. Uzr, narigisiga o'tib ketibman. Buni so'zlar shablon на основе текущий вид degani bosamiz. Nom beramiz. Hozirgidek 1 deb misol uchun mana berdim.
Sezgan bo'lsanglar mana hamma manta nima настройка qilgan bo'lsam 1 ga 50 высокий qilgan bo'lsam mana open detalizatsiya bu xohlasam mana bu joyga o'tib turib mana buni ham ko'rsam mana berilgan bo'ladi. Xuddi shu narsalarni misol птичкasi yoqib turiladi. Okey qilsam bo'ldi. Xohlasam bunga ham berib qo'yaman shuni. Mana berildi. Endi bunga o'tib turib xuddi shu narsani bunga ham berib qo'yaman. Faqat 3D vidga o'tib turib yo'qida все qilib qo'yaman mana buni. Yo'qida 3D vid obxод qilamanda bir deb atalib buni berib qo'ysam mana. Xuddi shu grafika unga ham xuddi shunday ta'sir qiladi. Endi ikkalasiga bir xil grafika bo'ldi, to'g'rimi? Endi mana shu joyda zo'r joyi bor. Mana 3D vidni ochdim, bitta plan ochib qo'ydim. Ikkalasini ochib qo'ydim. Bitta shablonni o'zgartirsam, mana bu joyga o'tib turib, ya'ni mana grafitskiy tarafga o'tib turib, buni ichiga kirib turib, nimadirda skrit qilsam yo'qida quyoshini yo'qida tenini высокий masshtabini o'zgartirsam, bu joydan o'zgartirsam, shablonning viddan o'zgartirsam, ikkalasiga ham ta'sir qiladi. Birdaniga bir vaqtda o'zida. Bu narsani ko'rishingiz mumkin. Misol uchun tengni o'chirib qo'yishim mumkin. Отображается teng qilib, okey qilsam, mana ikkalasiga ham ta'sir qildi. Xuddi shu narsa ta'sir qiladi ikkalasiga ham. Yoqib qo'ysam, ikkalasiga ham ishlaydi bu narsa. Bir vaqtda o'zida ishlaydi bu narsa. Chunki bu joydan o'zgartiryapti. Endi bu joydan o'zgartirishingiz kerak har safar. Bu narsa shablonli vid berilgan bo'lsa, переопределение vidimiz ishlamaydi. Kategoriya annotatsiya ishlamaydi. Kategoriyada analitik model ishlamaydi. Import, filtr hammasi ishlamaydi. Qachon ishlaydi? Qachonki mana bu narsada bu joyda mana misol uchun переопределение vidimiz птичкасini o'chirib qo'ysanglar, okey kirsak, keyin ishlaydi. Ungacha bu narsa ishlamaydi. Shablonli viddan tekshiringlar, птичкasi yoniq o'chig'ligiga. Shablonli vidni xohlasanglar net qilib qo'yinglar, keyin ishlataveringlar. Xuddi shu narsa. Bu narsa hamma narsasiga mantaga настройкаларga ta'sir qiladi. Sizga o'sha diapazoniga, barcha настройкаларga. Buni tushundinglar degan umiddaman endi. Misol uchun bitta shablonli vid beriladi, shablonli vidni bemalol ikkalasida ishlataverasizlar. Teksturasida ham, filtrida ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammanglarga rahmat. Savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, vid o'rganmoqchi bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hammanglarga rahmat.